Demak, Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan agar mintaqada kimdadir yadroviy qurol paydo bo'lsa, Anqara yadroviy poygaga kirishga majbur bo'lishini aytdi deb xabar bermoqda Turkiyaning Cumhuriyet nashri. Ya'ni Turkiya o'z yadroviy qurolni yaratish ehtimolini istisno qilmayapti. Undan boshqa ba'zi bir xabarlarda kelgan ediki, demak, Turkiya umuman olganda Eronni qo'llab-quvvatlaydi, lekin Eronda yadro quroli bo'lishini emas degan bayonotlar chiqdi shu vaqtda. Ya'ni umuman olganda Turkiya kim tarafda? Bir, ikkinchidan yadro masalasi bo'yicha haqiqatan Turkiya ham yadro poygasiga kirishi mumkinmi? Va kim uni bundan to'xtata oladi yoki qanday buni oqibatlari oxir-oqibat? Juda ham o'rinli savol deb o'ylayman. Haqiqatda bugun Turkiya olaylik mintaqada tinchlik, barqarorlik bo'lishdan manfaatdor. Hozirgi paytda Turkiya kuch to'playotgan, masalan dunyoda o'z so'ziga, o'z tashqi mustaqil har holda avtonom tashqi siyosatga ega bo'lgan mamlakat sanaladi va aytaylik Eron bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bir tomondan, ikkinchi tomondan Isroil Eron munosabatlarining keskinlashuvi albatta Turkiyaning manfaatlariga mutlaqo javob bermaydi. Bu mintaqa boshqarib bo'lmaydigan holatga kelib qolishi mumkin. Bugun dunyodagi davlatlar, masalan, yirik davlatlardan tashqari o'rta державалар, o'rta mamlakatlar bir-birlari bilan o'zaro manfaatli munosabatlar o'rnatyapti. Masalan, bugun dunyoda transport, logistik yo'nalishlarning ko'payib borayotganligi hali ishga tushmagan bo'lsa ham, juda ko'plab dunyoda mana shu transport yo'laklarini o'rnatish haqida gap boryapti. Masalan, Zangezur yo'lagi, o'rta yo'lak yoki bo'lmasa mana hozir Trans-Afg'on yo'lagi, Trans-Xitoy yo'lagi va boshqa yo'laklar haqida ko'p gapirilyapti. Demakki, Eronga qarshi mana shunday urush bo'ladigan bo'lsa, bu Turkiyaning moliyaviy, iqtisodiy ahvoliga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki Turkiya Eron bilan juda katta savdo-sotiq munosabatlarga ega va qolaversa mana shu Kaspiy mintaqasi atrofida ham vaziyat keskinlashishi kerak bo'lsa, mana hozirgi paytda Turkiya Armaniston bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilyapti. Bu yerda urush olovi yonadigan bo'lsa, albatta Turkiyaning mintaqadagi davlatlar bilan savdo-sotiq aloqalariga, transport, logistik munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun Turkiya ham mana shu Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Isroil Eron munosabatlarida vositachilik qilishga, ya'ni ular o'rtasida muzokaralar bo'lishi uchun vositachilik rolini o'ynashga qaror qilyapti. Bu albatta Turkiyaning bu masalada betaraf ekanligini ko'rsatadi. Lekin betaraf degan joyga bir yana ham aniqlashtirib ketsangiz, qanchalik betaraf va to'g'risini aytganda kim taraf betaraf? Mana shunday savol bering. Ya'ni lekin mana Turkiya o'zi NATOning a'zosi. Bu degani AQSh bilan ittifoqchi. Albatta AQSh bilan va mana shu tashkilot kirgan barcha davlatlar bilan ittifoq sanaladi. Va ikkinchi tomondan albatta Turkiya keyingi paytlarda NATO a'zosiga bo'lishiga qaramasdan pragmatik siyosat olib boryapti. Ya'ni u blokka a'zo bo'lganmi, blokka a'zo bo'lmaganmi, o'z dunyoda shunday jarayon ketyapti. Ya'ni davlatlar bugun ideologik masalan g'oyaviy kurashlarga emas, balki manfaatli munosabatlarga qaytyapti. Mana hozir NATO avvalgidan ancha kuchsizlanganligi, Yevropa ittifoqida bo'linish bo'layotganligidan kuzatishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan Turkiya birmuncha betaraf rolni o'ynashga qaror qilgan. Ya'ni o'sha NATO a'zosiga bo'lishiga qaramasdan Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronni bombalash niyatiga, ya'ni uning maqsadlariga butkul qarshi. Vaholanki mana Turkiyada injillik Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy havo bazalari bor. Ertaga Eronga qarshi bombalash amaliyotlari davom etadigan bo'lsa, bu hududdan Amerika Qo'shma Shtatlari bu bazadan foydalanishi mumkin. Va lekin Turkiya mana shu hodisa ro'y berishini istamayapti. Ya'ni ertaga bu holat yuz beradigan bo'lsa, Turkiyaga ham Eron raketalarini yog'dirishi mumkin. Hatto Turkiyaga hammi? Hatto agarki Turkiyadan AQSh samolyotlari Eronni masalan bombalashga uchadigan bo'lsa, ya'ni injirlikni aytyapsiz. Injirlik. Albatta AQShning kamida 2 ta bazasi bor bu yerda.
yoki aytilyapti bu yerda Isroilning ham ikkita, masalan Koniyada va Izmirda ham harbiy bazalari mavjudligi haqida gap so'zlar bor va shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, bu voqelik, bu reallik Turkiyadan o'sha vositachilik qilishni yoki imkoni boricha urushga yo'l qo'ymaslik uchun diplomatik sa'y-harakatlarni talab etyapti. Turkiya albatta mana shu katta urush bo'lishini xohlamagan bo'lardi. Bu urushning boshlanishi boya aytganimdek, mana masalan bir tomondan Hindiston Chobahor portidan foydalanadi. Markaziy Osiyo davlatlari masalan Rossiya va Qozog'istonni chetlab o'tgan, ya'ni diversifikatsiya yo'llarini qidiryapti. Bu albatta bir tomondan Pokiston portlari, Gvadar, Qosim va bu yoqda Eronning portlaridan, ya'ni turli yo'llardan foydalanishga harakat qilyapti. Bu urushning boshlanishi albatta bizning ham mana shu jahon okeanlariga muqobil yo'llar orqali chiqish imkoniyatimizni qirqib qo'yishi mumkin. Turkiya ham mana shu narsani istamaydi. Shuning uchun bugun Turkiya birmuncha betaraf siyosat olib boryapti mana shu Eron masalasida. Va ikkinchi tomondan Xoqon Fidanning bayonotiga keladigan bo'lsak, albatta u mintaqadagi u yoki bu davlatning yadroviy qurolga ega bo'lish urinishi mening nazarimda qurollanish poygasini kuchaytirib yuboradi. Chunki bu o'rtada bugun o'sha Eron bilan Turkiya o'rtasida qandaydir bir munosabatlar, ko'pincha o'sha savdo-sotiq, savdo-iqtisodiy munosabatlar mavjud. Bu munosabatlar bor degani ularning strategik sherik yoki ittifoqchi ekanligini anglatmaydi, balki ular o'zlarining mintaqasida bir-birlari bilan strategik raqib hisoblanishadi. Va shuning uchun Eronning bu yerda diniy omillar ham rol o'ynaydi. Turkiya sunniy albatta, Eron shiyalardan iborat. Ular o'rtasida albatta qadimdan raqobat yoki qandaydir bir sirli dushmanona kayfiyat mavjud. Va mana shu mazhablararo kurash ham albatta shunday rol o'ynaydiki, mabodo Eron yadroviy qurolga ega chiqmoqchi bo'lsa yoki yadroviy davlat deb o'zini e'lon qiladigan bo'lsa, ya'ni shu yadroviy qurollarni sinovdan o'tkazib yoki haqiqatda yadroviy qurolga ega bo'ladigan bo'lsa, bu Turkiyani ham ortga qaytara olmaydi. Turkiya ham albatta mana shu Turkiya olamning lideri sifatida yoki mana shu xavfli mintaqaning o'rtasida joylashgan davlat sifatida tabiiyki o'zining yadroviy qurollariga ega bo'lishga intiladi. Chunki bu narsa ertaga Turkiyani yanada mustaqil tashqi siyosat yuritishga undaydigan omil sanaladi. Albatta hech qaysi bir mamlakat istamagan bo'lardi. O'sha Rossiya ham, Turkiya ham, bu yoqda Ozarbayjon ham, Saudiya Arabistoni ham Eronning yadroviy qurollanishiga qarshi. Masalan, olaylik, Rossiya ham Eronni masalan urush maqsadlarida yadroviy qurolga ega bo'lishini istamaydi, balki bayonotlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana Rossiya tashqi vaziri Sergey Lavrov ham bir necha bor aytdi, biz Eronning tinch maqsadlarda yadroviy dasturga ega bo'lishini yoqlaymiz deyapti, urush maqsadida emas. Demakki, Rossiya ham qarshi. Mabodo ochiqchasiga Eron yadroviy qurolga ega bo'lishga intiladigan bo'lsa, albatta mana shu Isroil, Buyuk Britaniya, AQSh koalitsiyasiga Rossiya ham qo'shilish ehtimoli yo'q emas. Hech qachon bu dunyodagi biror bir davlat Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishini istamagan bo'lardi va siz aytib o'tganingizdek, Xoqon Fidan ochiq aytdi. Agarki bu ochiq kontekstda aytilmadi, lekin mintaqadagi qaysi bir davlat yadroviy qurolga ega bo'lishga intilsa, albatta Turkiya ham mana shu yadroviy qurolni yaratish ustida ish olib boradi. Buni to'xtatib bo'lmaydi, chunki Saudiya ham bor chunki bu yoqda mana Pokistonni yaxshi bilamiz. Pokiston bilan Turkiya o'rtasida ham harbiy ittifoqchilik munosabatlari o'rnatilgan. Bu yoqda Turkiya bilan Ozarbayjon o'rtasida. Demakki, bu yerda agarki Eron bunga harakat qiladigan bo'lsa, Turkiya ham Pokistondan foydalangan holda o'zining yadroviy qurolini albatta yaratadi. Bunga shubha yo'q. Rahmat Abdulla aka. Xo'p, demak endi savollar bor. Muxlislardan kelgan. Hurmatli muxlislar, marhamat. Demak, mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsin.
Endi Eron Venesuela emasda bir muxlis yozibdilar. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi nimani kutyapti? Mana Venesuelani birov bildi, birov bilmadi. Hozir mana Venesuela bilan AQShning munosabatlari ham yaxshi bo'lib ketgani aytilyapti. Abdulla aka, mana neft energetika vaziri AQShning Venesuelaga borib prezidenti bilan ko'rishib, Venesuela va Eron bayroqlari yonma-yon turibdi. AQSh bayroqlari yonma-yon turibdi. Hech narsa bo'lmagandek. Bu yerda Maduro qamoqda tushunishim bo'yicha. Endi Eron Venesuela emas, hurmatli muxlis, mana hozir Abdulla aka aytdilar-ku, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari o'ylayotgan juda ko'p masalalar bor bu yerda. Ya'ni nima bo'ladi degan masala bor. Hatto JD Vance'ga savol berishibdi Abdulla aka. Maqsad nima? Eronda tuzumni almashtirishmi desa, yo'q, bu Eron xalqining ishi. Bizning vazifamiz yadro quroliga ega bo'lmasligini ta'minlash degan javob beribdi. JD Vance. Ya'ni tuzum bu Eron xalqining o'zining ishi deb javob bergan. Chunki bilib bo'lmaydi, har doim tashqi dushman, ya'ni agressorning birinchi qadami doim xalqni jipslashtiradi. Amerika shundan qo'rqayotgan bo'lishi ham mumkin. Endi mana Amerika Qo'shma Shtatlari albatta bugungi kunda to'g'risini aytganda hali Venesuelaning neft sektorini egallay olganicha yo'q. To'g'ri, masalan, hech qanaqangi qarshilik yo'q, lekin Donald Trump mana Buyuk Britaniya yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yirik neft gigantlari bor. Shularni da'vat qildiki, sarmoya kirgizing Venesuelaga, men o'sha kafolatlayman, uni masalan xavfsizligini va kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan shu Venesuelaning o'sha nasionalizatsiya qilingan neft sektorini xususiylashtiramiz. Siz bemalol ishlashingiz mumkin va bundan foyda olasiz deb talab qildi yoki o'zining taklifini bildirdi, lekin hozirgacha o'sha Shell kompaniyasi bo'ladimi, Chevron bo'ladimi yoki boshqa kompaniyalar hozirgacha Amerikaning 10 dan ortiq yirik korporatsiyalar bor. Ular Venesuelaga sarmoya kiritishga hozircha shoshilayotgani yo'q. Lekin hozircha mana Washington olaylik hozir ham Venesuelaning avvalgi neft shartnomalarini ado etish uchun jahon okeanlarida 3 ta okeanda suzib yurgan kemalarni masalan qo'lga olishga harakat qilyapti yoki bo'lmasa mana Isroilga taklif bilan chiqyapti. Venesuela neftini Isroilga suv tekin, ya'ni arzon narxlarda yetkazib berish masalasi ham bugungi kunda o'rganilyapti. Mening nazarimda endi Venesuela bilan Eron boshqa masala. Venesuela to'g'risini aytganda Xitoy va Rossiyaning u qadar kuchli bo'lmagan havo hujumidan mudofaa, ya'ni eskirgan Sovet davridagi texnikalarni bergan va ular menimcha ish bera olmaydi Amerika Qo'shma Shtatlarining zamonaviy qurollari oldida va aytish kerakki, Venesuela xalqi ham masalan Eron xalqiga o'xshagan jipslashgan emas. Bu yerda muxolifat birmuncha erkin faoliyat ko'rsatadi. Bu yerda juda ko'plab siyosiy partiyalar ham bor va menimcha bu Eron bilan Venesuelani tenglashtirib bo'lmaydi va Eronda to'g'risini aytganda g'oya bor, mafkura bor, masalan xalqni jipslashtira oladigan va bugun o'sha agressorlarni, ya'ni ehtimoliy agressorlarni mana shu masala xavotirga solyapti. Ya'ni Eron qurolli kuchlar tomonidan qattiq qarshilik ko'rsatilishi va urushning cho'zilib ketishi va tabiiyki Amerika Qo'shma Shtatlari har doim masalan nari borsa 40 kun yoki 50 kun urushga bardosh bera oladi. Aks holda bu xuddiki Afg'on ssenariysi yoki olaylik bu yoqda Iroq ssenariysiga o'xshagan voqealar rivojini keltirib chiqaradi. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bu safar juda ham pishiq, puxta o'ylab, har tomonlama o'ylab, reja bilan ish tutyapti nazarimda.